18-19 yoshda bo'lsa ham turmushga berish tavsiya qildik. 2 yil oldin bir ayol 16 yoshli qizini olib keldilar. Ushbu qizimizda 7 santimetrlik kista aniqlandi. Kistani keyin laparoskopiya usuli bilan oldik. Laparoskopiya usulida ochganimizda ushbu kista endometrioz kista ekanligi aniqlandi va endometrioz o'choqlari boshqa kichik chanoq a'zolarida hamda katta charviga, polniy qorinning butun katta charvisiga qoplanib ketgan ekan. Demak, bu qizda hayzi boshlangandan beri hech qachon hayzi vaqtida kelmagan. Doim kechikib 2 oy, 3 oy davomida kelgan. U qizda kam miqdorda bo'lsa ham doimiy estrogen chiqib turgan va estrogen hisobiga ushbu endometrioz kasalligi kuchayib borgan. Endi bu qizimizda ikkita ish qilishimiz kerak. Ham estrogen kamaytirishimiz kerak, endometrioz kasalligini kamaytirish uchun, ham tuxumdon faoliyatini yaxshilashimiz kerak. Ushbu qizimizga kerakli davo muolajalarni qildik va biz tavsiya qildik tezroq 18-19 yoshda turmushga berishga. Chunki ushbu endometrioz kasalligi agar bu qizimizni davolanmasa, borgan sari kuchayib boradi-da, yana ushbu kichik chanoq a'zolarida spayka, chandiqli jarayonlar yuzaga kelish ehtimoliga oshadi. Buni natijasida bepushtlikka olib kelishi mumkin. Shuning uchun bu qizimiz yoshini o'tkazmasdan 18-19 yoshda bo'lsa ham turmushga berish tavsiya qildik.